Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun yana bitta xonadonda sizlarda ish tugadi. Sizlarga qo'ldan kelgancha video syomka qilib chiqarib beraman. Ana bo'lmasa biz ketdik. Mana uyimizning ichi, ko'chasi g'ishli fasondan bo'lgan, uyning orqa tarafi deladan bo'lgan. Birortasi so'raydi, bizdan ko'p so'rashyapti. Dela qanaqa chiqadi? Tekis fason qanaqa bo'ladi? Chiroyli bo'ladimi, yo'qmi? Tekis fason ham chiroyli bo'ladi. Tekis fasonni shunisi yaxshi, sal arzonroq bo'lib, cho'ntakbop bo'ladi. Xo'sh, sizlarga aytsam, g'ishimiz narxlari, shu g'ishli so'kilimiz narxlari metri shu 5 qator 6 qatorligi 400 ming 450 mingga boradi. Dela esa 300 ming 350 ming xizmat haqi ichida, materiali xizmat haqi metr kvadrati. Endi mana bitta stupinkalar narxiga keladigan bo'lsak, 1.10 lik stupinkalarimiz, bakovoyi, shapkachasi, ichidagi burchatkasi, xizmat haqqisi 120 ming. Tepasi. Tak, tumbaga keladigan bo'lsak, tumbamiz buni bir donasi 200 ming 250 ming. Katta kichikligiga qarab. Общий shu so'kilimiz orqa taraf, ko'cha taraf hammasi bo'lib 70 metr chiqdi. Stupinka, tumba, mayda-chuyda ishlari bilan xo'sh 12 million xizmat haqi bo'ldi. Sizlarga qo'ldan kelgancha yoritib boraman. Hozir ko'chani ko'rsatak. Ko'cha. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat.